Tugek. Keling aka. 7-chi mana? 6. Kraska. Bitta kirlar, bitta bir qo'lmi? Ikkinchisi. Ikkinchi qo'l. Kansada? Keling. Salom. Karta chiqib chiqasiz. Yo'q, qo'ltiq emas, yig'lab. Tumman edim. O'shaman oldin ko'ring, bekarga kartochka qilmang. Qayerdan ham tiysa shunday bo'lar, ya'ni tashkan ko'taraveradi. Joyi yo'q. Bitta ko'rib chiqsinlar. Necha ekanda? 16. 16. Pasportga ham 16, ha? Prostoy, gidravlika konditsioner, salonni ichi prostoy. Ekspertda bular. Ekspert. Bitta yoqasizlarmi? Mashina zuklar bir ishtaydi akalar. Kirlar yechilganda kraska yo'q lekin. Kapot ham yechilgan. Bo'l o'chirib qo'ying motorini. General chiqadi aka. Generalni yaxshi odam bo'lsa chiqadi, agar Baqa umuman yomon odam yo'q. Agar hozir narxini eshitaman, balada berasiz, bir yomon odam siz bo'lishingiz mumkin. Aka kim yomon odamman deydi. Siz savol berdi. Hamma yaxshi odam. O'zingiz yaxshi bo'lsangiz, hamma yaxshi. Qani sizniki o'zi? Qamash tumani, baraka. O'zingiz nomingizga to'g'rimi hozir? Nechta so'rayapsiz? Atamanga hamma yaxshinicha bitta yomon so'z. Kimlar ishinglar ham bo'lgan. Ko'rishamiz. Ha, kimlar ishinglar bu. Mana ikkita eshikdan tayyor bu. Bu krela sepilgan, eshik sepilgan. Ha, bu. Chunki krela sepilgan aniqda, qarang. Bu oppoq bu jemish bo'lib turibdi. Eshik ham ustalik. Yo'q. Qarang, mana keling. Ko'z qanday? Ko'z yaxshi. Ikki qilganingni sezapsizmi? Oq qaymoq turibdi. Ja, katta usta bo'lish shart emas. Hozir to'shni bilib olishni aytamiz. Kimlar almashgan? 95. Oili yo'q ichi. Ham yechilgan. Ha, ichi ham shuncha chiqaklab turibdi. Sen so'ragan. Qarab chiqaring. Arqa kapotga sotamaydigan. Qo'yimiz aka, bu Allohning bergan rizqida agar shaydan to'rkisa shaydan olib ketarsiz. Qarang, shu yerdagi shu 3 kelyapti. Ya siz uni aytasiz, Boymirz aka. Qarang. Sardaryodan mashin kelyapti, Sirdaryolik bitta mahalla turgan balaya sotaman, sheqqalarga. Birovimizga qo'shni bo'ladi. Men Samarqandga yaqinki, Sirdaryo uzoq. Xo'p, Boymirz aka nech bildingiz? 50 dan yuqori. Ya, unoqsin guring qilmang. Bunday guring qilasiz. 50 deyapman, so'rayni, Boymirz aka sal 55 debdan so'rang. Yo'q, bunday demang. Qarang. 50 deyapman, so'rayni, hozir kraskasini to'shni bilib olay, aytsin bular, savdo qilaman. Xo'p, to'g'ri aytinglar, qani kraskasi qayerqa ekan? Ha, hozir ko'rganim mana shu do'zaga kirlar yangi qo'yilgan, eshik sepilgan. Bu tomon Ko'rammi? Ikkita eshik molgindan pastda kirlayib o'tgan, tayyor sepilgan. Bo'lma. Oldin detal yo'q. orqa kapot radni, oldi kapot radni, tom radni, bu kirlar radni, eshiklar bitta eshik to'liq sepilgan. Ana bega qancha burga ko'rib turibdi. Ha, ko'ravering burcha. Burga yaxshi, rangi chiqmaydi, oldin sotganman-da birov. Siz kraska yo'dib davom qiluvdingiz. Kraska ancha joyga kraska bor ekan. Agar momodo haydovchiga ikkilanish bo'lib qolsa, momodo deyman.
Usta go'sht olasiz. Buni olganimda shunday inoq qilganman-da men. Sizgacha bo'lgan bo'lib turibdi-da uni. Shunday. Savdoni davom ettiramiz. Boymirza aka, qanday savdo qilaman? Maydalashibmi? Bo'layotgan dangal. Men ham dangal savdo qilaman, siz dal savdo qilaman. Bitta ko'ring, qarang. 45 dan nima o'tib berasiz? Shu haqida gaplashaylik. Yo. 45 haqiqatdan ham 45 lik bo'lmaydi. O'sha uchun aytaman. Nima o'tib berasiz? Hozir ega Samarqandlik bo'lgan ekan. Yo'q, unday demang, aka. Radnay mashina olib kelgansiz yo'q-ku. Hozir radnay mashinada narxini aytibsiz. Yili yaxshi 16. Yiliga gap so'z yo'q. Eng oxirgi chiqqan Nexia 2 dan hisoblanadi. Lux konditsioner, gidrolika bor, ichi prostoy. 130 necha ming yurgan dedi? 147 ming yurgan. 1,5 ko'rkam deylik. Ko'ribni qilib. Boymirzaga necha pul berasiz? Ochiqcha ayting qani. 50 demang, yo'q, 50 sotishingizni bilaman, 50 demang. Men tepasini bering Ismoil aka. Xo'p. Oldin Samarqanddan olgan ekansiz, mashinani. Toshkentdan olingan mashina. Samarqand mashina bo'lgan ekanda, 815. 2023-yil olgan ekansiz. Fevral qish oyi. Kelishtirib bering. Men maydalashmayman. Bo'ladi, siz barobar tekis qilib 45 ta o'zi barakangiz bormi? Naqd pulga. 50 lik mashina emas, Boymirza aka bu. 45 million naqd pul bo'lsa olaman. Nomard so'ramadim. Tushundim. Do'stim bir Nexia'ni ham otni narxiga so'rayapman. 45 million so'rayapman aka. 45 million. 45 million naqd pul so'rayapman. Ha, arqadan odamlar so'rayapti, mana aytib eshitmayapti. Boymirza aka 50 million bo'lsa sotaman debdilar-da, 50 ga qiyin. Boymirza aka avval yaxshiroqlarini 50 olatuvdi. Endi 50 ga tortadi ham, lekin kraskasi ko'proq olganda san. 50 ga tortadi, lekin kraska ko'p. Alloh barakasini bersin. Necha pul berasiz? Men sotaman deb niyatni xolis qilib keldingizmi? Rizq atoy Xudo, oddiy bir devor hamsang bo'ladigan hamsangiz gapini eshityapsiz-ki, rizq atoy Xudodir, shu bekorga kelmagansiz. Nasibam bo'lsa yeyman, nasibam bo'lmasa aka qiyin. 50 qilaman, 60 qilaman, nasiba qo'shilmagan bo'lsa uni foydasi yo'q. Shuning uchun hammasi Allohdan ilk. Yo'q, Boymirza aka 50 olmaydi. Eshiting, beraman. Xohlasangiz mendan olsangiz o'zini pulga beraman. Savdo qilayotgan paytim kirib kelib shu mashinani bering Akmal aka deb nechta savdo qilgan bo'lsam ustiga qo'ymay beraman. Chunki bir kishidan bitta mashinadan 1 million qolsa yetadi menga. 2 million 3 million kerak emas. Men ham shishib qolaman keyin. Omon bo'ling. Rahmat, hurmat uchun haddiy rahmat. Boymirza aka. Men ham nomuomala gaplashmayapman. Muomala bilan so'rayapman. 45 so'radim, bergisi kelmadi. 50 deyapsiz, olgim kelmadi. Bunday edi. Men 45 dedim, bergisi kelmadi, 50 dedingiz, olgim kelmadi. Bitta ko'ring. Endi ko'prik nariga siz bega men tursam ko'rishimiz kerakmi? Xohlaysizmi ko'rishishni? O'sha uchun so'rayapman. Aka, qancha qilib bera olasiz? Men siz tomon yurayman deyapman, lekin siz yurmayman deganingizdan keyin nima qilaman bor? 50 dan past bo'lmaydi aka. Ya, aka, Boymirza aka olasiz. Men 50 oz kesib qo'yapsiz-da savdoni. Savdo qilgani ham qo'ymayapsiz. 50 dan pastga bermayman. Bo'lmaydi, 50 ga tortish qiyin aka. Boymirza aka. Baraka bo'ladi, bir yengilroq qilib ayting, kimdir olib foydalansin. Xayrli bo'ladi. Aka, men buncha qilib beraman. Qani bir so'rang qani, o mol sizniki, meni qiziqtiring. Men sizni qiziqtiryapman, shuncha gapirib. Bir tovarni sotgan keldingiz, men xaridorman bunga. Bozor kirsangiz odamlar narsalarni qanday maqtaydi. Siz hozir uni kesib qo'yapsiz. Go'shim 150 ming, moldikimi, qo'ydikimi, nima qizig'i bor, ol deyapsiz-da. Siz qiziqtiring, aka. Qarang, 50 ga balandroq. Men aytayapman, ochiq yuring. 50 olamman. Raz sotishmi ko'ngil? Aka, mayli Akmal aka, mashina o'tib beraman. Hammadan so'rayotgan narsam sizdan so'rayapman. Qancha o'tkazib bera olasiz? Bir o'tib beraman. Men bitta yuring, bir o'tmang. Chunki bir o'tsangiz yana 50 ga aylanadi-da. Qarang. Ya, bitta meni o'rnimga qo'yib ko'ring. Men hozir nomaqul gapirmayman, zo'r yuring aytaman. Hozir 49 ga 50 ga kim oladi deganda nima foyda? Keling nimadandir farqi bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ikkita bir xil rangli futbolka kiysangiz foydasi yo'q-ki.
kecha uni kiyib kiysangiz ham, bugun buni kiyib kiysangiz ham bitta futbolkasi bor ekan deb aytaman-da. Bir xil rangli-da bu. Ha. Farqi bo'lsin. Yomon so'ramayman, mayli. Mart ketib gaplashdi, mart ketib keting beri bo'ladi desangiz men 48 ga bering, 49 ga o'zim sotaman. Faqat rozi bo'lib bering. Ko'ngli g'ijil bo'lmasin. Yo'q, 50 sotaolmayman aka. To'g'ri tushuning, Boymirzo aka. O, Boymirzo aka. Yarasha bo'laylik, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. Bu ismni qo'yishdan avval otangiz juda boy odam bo'lganda, shu ham boy bo'lsin deb Boymirzo qo'ygan. Bu hayotlarmi? Yo'qlar. Avval ikamiz ham yetim ekanmiz. 48 naq pul. Barakangiz bormi? Boymirzo aka, endi tortishmang. Yo'q aka. 50 sotmay deyapman shuni. To'g'ri tushuning? Yo'q aka, sotmaylik. Keyin 2016 lar endi 1 million qo'yib sotaydi. Mana ham rizqimni. Bermay keldim-da. O'zim ham bergan. 54 ga aytdimga rizqda u aka. Rizq nasiba deydi shu uchun. Boymirzo aka 50 sotma. Mayli aka. 50 sotmayman. Bozorda ham so'ra. Bozordan chiqarib keling. Qo'ying shu bozornikiligini aka. Mayli aka 500 ming so'm qo'yib so'rayman. 50 sotmayli shuni baribir 49,5 sotaman. Sizga 500 ming so'm qo'yib beraman. Rozi bo'ling aka, unday demang. Siz bilan men ko'rgan odam 500 ga tortishayotganimiz ko'rsa, uyat deydi aka. Kimga kerak emas? Menga ham kerak. Hammaga kerak. Pul kerak emas degan odam bo'lsa chiqsin qani? Menga pul kerak emas deb chiqalar. Hammaga pul kerak endi. Boymirzo aka, savdoni qilaylik. Aka 50 yil mashina emas. 50 ga men ham sotmay. 500 ming so'm farqi bilan 49 500 ga kim olsa olsin mendan. 48 million 500 ming naqd pulni beraman. Rozi bo'ling, unda qattiq turinglar aka. Yo'q aka. Bo'lsin aka. Sal endi tekis bo'lsa kim gaplashamiz? Yo'q, gaplashkilik qolmayapti siz bilan. Bozordan baland so'ralyapti. Yana qancha? Ya bozordan baland emas aka. Bozordan chiqarib kelyapman hozir shu vaqt. 48 ga beraman. Qarang, xato qilgani bo'ladi. Do'stim. Tushunyapsiz ham. 500 ming borki, bir narsa sotib olsangiz aytasiz shu 500 ming so'm o'tgan payti. Olayotgan paytingiz men o'zim 500 ming so'm o'tib beraman, lubboy mashinasidan. Faqat rozi bo'ling. Shuni 50 sotmaylik deyapman. Boymirzo aka, mashina olasizmi? Mashina olib. Olganingizdan keyin 500 ming o'tib beraman. Bular lekin shuni 50 ga sotmaylik aka. Sal bir yoriling. 49 beraman. 48 million 500 so'rayman, 500 ming so'm qo'ygan. Nima qattiqlik qilasiz aka? Suv turadi, qattiq yerga odam qattiq bo'lishi mumkin emas. Rozi bo'lib bering. Xayrli bo'lsin. 49 tekis bo'lsa aka. Bering aka, savdo qilinglar, bering. Hamsangiz ham beraver deyapti. Faqat rozi bo'ling, 500 mingga ko'p tortishmang. Yarashmaydi siz bilan menga. Boymirzo aka. Omon bo'ling, hurmat uchun ardinli rahmat. Dunyo turguncha turing, do'stim. Aytolmanki 500 minglarni borki, olayotgan mashinalaringizdan shundan ham o'tib beraman. 501 millionga qaramayman ham, lekin mana buni 50 sotmay degan maqsad qo'yayapman oldimga. Yo'q, 1 million o'tib kelganimizdan yana 50 bo'lib qoladi. Mana 1 million qo'yib sotamanki. 500 ming so'm o'ting. Aka 48 million 500 bilan 49 million 500 ga sotuvga qo'yaman deyapman. O'tib beraman lubboy mashina olgan paytingiz. Siz rozi bo'lavering. Qattiq bo'lmang, yomon gap bo'lib qoladi hozir. Ya. Tekis bo'lsin aka mana. Mana qarang. Qayra yana 100 ming so'm o'ting 50 ga sotmaymiz. Hop 49 million 900 sotamiz. Bom baraka. Mana 50 sotmayman dedim-ki, mana bir nimani ushlasam ushlayman. Bering tek pasportingizni. 2016 gidravlika kansani birinchi prosta. Hop. Abzorni aytib ketaman, akalar eshtinglar. Chista ekspert 2016 Nexia 2. Ekspert variant. Bunga ham ekonomizer bor, konditsioner bor, gidravlika bor. Ichi prostoy bo'ladi. 2016 tek pasportdan 16 general daynis chiqadi. Xo'p, akalar ko'ringlar, 48 million 900 ming so'mga olindi. 49 million 900 ming so'mga sotiladi. Yurgani 147 ming, 1,5 kun yurgan. Kraskalari, kirila kraska, eshiklar, pastda 4 ta eshik ham sepilgan. Chirila ishlov berilgan, qolgan joyi radmi.
Kimdir olaman desa 49 million 900 ga sotiladi. İçimizga yangi Nexia 2 olaman degan bo'lsa ko'rsin. Talabgor bo'lsa ko'ringlar. 140 mi? Shunday 100 ta chiqing. Aka, shunday kirasiz, ha, Boy Mirzo aka, juda qattiq odam ekansiz. 2 million kam bo'lganda olamiz. Ochildi. Ha,